Hammaga assalomu alaykum. Nazarjon Humoyd. Bu video vlog emas, vlog bo'lmaydi bu videoda. Bu video tutorial video deb anaqasi ham bo'ladi. Ya'ni o'rgatuvchi Xitoyga kelayotganligi, Xitoyga o'qish maqsadida, yashash maqsadida farqi yo'q. Aylanish bo'lsa ham kelayotganlar uchun men Xitoy tili bo'yicha maslahatlar beraman. Va boshqa eng kerakli sizlarga bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni gapirib o'taman bu videoda. Shunga agar aytgandek sizlarga niyatinglar bo'lmasa, yaqin orada kelish yoki в целом Xitoy bilan bog'lamasa sizlarni bemalol o'chirsanglar bu video, bemalol o'chirsanglar bo'ladi bu videoni. Bu video 2025-26 yil uchun aktualniy, no bu videoni mabodo 5 yil o'tib, 10 yil o'tib ko'rayotgan bo'lsanglar ham sizlarga foydasi bo'ladi bu videoni. Men 4-kursda o'qiyman, bakalavrda, ismim Humoyd, Humoyd. Va 4-kurs bu oxirgi yilim, shunga ketimdan foydali narsa qoldirib ketish maqsadida vlog yuritaman. Akkauntimga kirib ko'rib chiqsanglar bo'ladi, ko'p videolar bor. Bitta shunaqa video bo'lishini xohladim akkauntimda, чтобы bitta yoki nechadir bilmayman, balkim bo'lamiz bu narsani. No hozir gapirib bermoqchi bo'layotgan narsam bor, ko'p. Aytganimdek, kelayotganlar uchun juda ham anaqa bo'ladi bu narsa. Tayinlanib bilib kelish uchun. Men o'zim 2023-yil yanvar oyida kelganman Xitoyga. No u payt YouTube ga kirib Xitoy haqida nimadir izlamoqchi bo'lsangiz, faqat yoki o'risligi anaqasi bo'lardi. Yuzlansa bo'lardi, обращаться qilsa bo'lardi yoki-da angliskiy tilida oladigan anaqada blogerlarga обращаться bo'lardi, chunki o'zbek tilida yo'q bu kontent. Menimcha haligacha yo'q bu kontent o'zbek tilida. Vloglar qiziq bo'lsa akkauntimga kirib ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Bizda hozir Xitoyga sizlarga imminni kelishlardan oldin, kelganinglardan keyin nimaga tayyor turish, nimaga e'tibor berish haqida gapirib berib o'taman hozir men sizlarga. Tak, biz boshlaymiz. Nima haqida gapirib bermoqchiman birinchi bo'lib? Bu VPN eng katta masala, Xitoy eng katta problemalardan biri, no решаемый narsa. Bu VPN, ya'ni O'zbekistonda ishlatib yurgan Telegraminglar, WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok nimalar bo'lsa ishlamaydi Xitoyda. Shunga tayyor bo'lishingiz kerak. Sizlarning eng yaqin do'stinglar VPN bo'ladi bu yerda. Va 3-4 ta bepul VPN'li, 2-3 ta pulli VPN haqida gapirib beraman. Balkim sonida adashib ketganman, no, в любом случае bilib kelasizlar и tayyor bo'lasiz shu narsaga plus-minus. Bepul VPNlardan ishlash yomon emas, to есть, birinchi kelib o'z joylashib olib, hamma anaqalarga uyinglarga yetib oldim, onam, adam, yo'q. Va в целом butun Xitoydaligimda mana shu VPNdan foydalanaman desanglar ham to'g'ri keladigan VPNlar bor. Пока blok bo'lmaguncha juda ko'p oddiy VPNlar blok bo'lib ketadi-da. Sizlar aytishingiz mumkin hozir. Boraman, любой App Store'dan VPN yozaman, ishlab ketadi. Yo'q, unaqa emas, chunki juda ko'p VPNlar blokda Xitoyda. Bilganlar biladi qanchadir VPNni. Va o'sha VPNlar ham вечный emas. Qaysidir vaqt keladi, uni serveri ham Xitoyga ma'lum bo'ladi va mana serverdan ishlatilayotgan ekan VPN deydi. Tapet serverini blok qiladi, bo'ldi, все, yo'q u VPN yana yangi qidirish kerak bo'ladi. Shunga bitta VPN emas, 3-4 ta beraman aytganimdek. Hop, spiskga mana yoqqa yozib qoldiraman yoki rasm chiqadi. Har bitta VPN вот, screenshot qolsanglar bo'ladi. Endi pulli VPN haqida gapirib beraman. Pulli VPN ko'p, narxi ham ishlatish qiladi. No, sredniy narxini aytadigan bo'lsam, bitta VPNni 1 yil ishlatishingiz uchun $15-20 1 yiliga. Kimdir uchun ko'p tuyulishi mumkin bu narsa. No, Xitoyga kelib 2 oy yashanglar, o'zingiz aytasiz, $20 1 yil uchun zo'r ekan deysizlar, chunki tariflar har xil, VPNlar har xil, aytganimdek, mana shunaqa. O'zim ishlatadiganim bu Shadow Rocket VPN bo'ladi. Bu Shadow Rocket ham serverlar juda ko'p va internetdan sotib olinadigan. Uni ham agar qiziq bo'lsa, endi отдельный video qilaman deyman, menga yozinglar, любое время yozsanglar, xudo xolis tushuntirib bera oladigan bo'laman. Hozir bu video cho'zilib ketmasligi uchun anaqa qilmaymiz. Yana variantlardan Ladder VPN zo'r anaqa, prям zo'r variant, zo'r VPN, qimmat emas, Let's VPN bor. Let's VPN ham yaxshi. Вот, plus-minus mana shular o'zim biladiganlarim ko'p, no, prям yaxshi, o'zim ishlatgan, o'zim tajriba o'tkazgan. Shunaqa deyiladi. Xitoyga endi uchib keldinglar, prям qo'ndinglar samolyotinglar bilan, yoqimli parvoz emas. Kapitan yoki stewardess bo'lib yetib keldi, anaqaga deyapti. Shu qo'ndinglar. Birinchi qiladigan ishlardan bu sim kart ochish. Bunday narsa bor-da. Qaysidir instalar
studentlarni o'zi kutib oladi, o'zi yotoqxonasiga borib yotqizib qo'yadi, boshqa narsa qiladi, boshqa hamma kerakli narsalar bilan ta'minlab qo'yadi-da. Bir xilingizni unaqa emas. Bir xilingizga o'zingiz borib yetib olishingiz kerak, o'zingiz boshqa anaqasini qilishingiz kerak. Bilasiz, mana shunaqa anaqa bor. Agar sizni hech kim kutayotgan bo'lmasa, bitta o'zingiz borasiz, o'zingiz borib missingizni topib olishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi qiladigan ishingizdan bu sim karta ochish. Sim karta ochish juda ham muhim narsa. Прям любой Xitoy sim kartaga bog'langan. Любой registratsiya o'qishingizga borib registratsiya qilishingiz kerak bo'ladi ofislarda. Mana shunaqa joylarda juda kerak bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, sim kartalar qimmat emas. Sim kartalar ochilganda adashmasam, sразу 3 oylik qilib ochiladi. To есть 3 oy sizni bezovta qilmaydi hech qanaqa to'lov bilan, anaqalar bilan bitta pul berasiz, bo'ldi 3 oy anaqa qilmaysiz keyin. U pul 100 yuan. 100 yuan dollarda plus minus 15 dollar bo'ladi. Вот как pul haqida gapiryapman, yana bitta katta maslahatlardan so'mni yuan qilib beringlar sразу. Tak, pul haqida gapirdim, endi oxirigacha yetkazib qo'yaman bu temani ham. Tak, o'qishga kelayotganlar necha pul olsin o'zi bilan, yotoqxona bilan o'qish tekin bo'ladigan bo'lsa, shunaqa grantlar bor. Shunaqa grant bilan kelayotgan bo'lsanglar, o'zingizlar bilan tam registratsiya, boshqa mayda-chuyda narsalarga plus minus 1,5 yuan olishingiz kerak bo'ladi o'zingizlar bilan. Mana mana shu pulga yetib qoladi. Tam keldinglar, baribir registratsiya temalari bo'ladi. Mana pustoy o'rindiqqa kelasizlar, onasiz pustoy kravatga kelasizlar. Yastig'ingni ham o'zingiz sotib ol, prostiningni ham o'zingiz sotib olib, mana shunaqa bo'ladi. Shunga bir mana shunaqa mayda-chuyda narsalar, yana nimalar bo'lishi mumkin. Tam vizazni cho'zdirish, 800 yuan, kстати, yetib ketaman bir yilga. Mana shunaqa mayda-chuyda narsalarga 1,5 yuan ketadi. Aytganda stipendiyaz bo'lmasa, sразу 1 oylik pulni ham oling. Buni ham yetib ketaman. 1 oyga qancha pul ketadi? Agar o'zingizlar uyda ovqat qilib yesanglar, ko'chadan iloji boricha kamroq yeb, anaqa qilib, основной anaqa qilib uyda ovqat qiladigan bo'lsanglar, o'zingizlar produktni sotib olib kelib ko'chadan, svet puli oyiga ketadigan xarajat 1,5-2 ming yuan bo'ladi. Ya'ni 1,5-2 ming yuanga bemalol yashaysizlar. Qaysi shaharga, qaysi provinsiyaga borishingizga qarab narxlar anaqa sakraydi. No, вот, o'rtancha narx shu. Bilishingiz uchun plus minus qancha ketyapti Xitoyda yashaydigan student, necha pul ishlatadi o'ziga. Вот, 2025-26 yil uchun bu ham aytganimda. No, скорее всего, 3-4 yildan keyin ham aktualniy bo'ladi bu narsa, chunki Xitoyda narxlar deyarli bir xil. Hech nima o'zgarmaydi Xitoyda. В целом katta o'zgarishlar bo'lmaydi, o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa ham. Xitoy tili kursi bilan kelgan bo'lsanglar, ya'ni Xitoy tilida o'tiradigan bo'lsa, paranglar katta maslahatlarimdan biri bu odamlar bilan muloqot qilishga cho'chimanglar. Balkim introvertdursiz, bu narsalarni to'g'ri aniq qilishingizga, chetga surib qo'yishingizga to'g'ri kerak bo'ladi. Odamlar bilan muloqot qilish kerak. Eng muhim narsalardan mana shu. Odamlar deganim uyga ketyapsizlar, paradan chiqib uyga ketyapsizlar. Вообще oddiy misol. Uyga ketyapsizlar, shundan oldinglardan xitoylik talabalar millionta bo'ladi o'qishinglarda. Shundan ketyapti oldinglardan. Shunday olib borasizlar, soat necha bo'ldi deysizlar. Birinchidan tilinglarni aniq qilasizlar, o'zlashtirasizlar. Ikkinchidan uni tushunish anaqasini aniq qilasizlar. Ya'ni listeningizlarni oshiryapsizlar. Eshityapsiz xitoylikni gaplashyapsiz shu bilan, tushunasizmi? Mana shu korotka anaqa dialoglardan ham cho'chimanglar-da. Xitoy tilinglar 0 bo'lsa ham, birinchi darsga chiqib keldinglar, birinchi dars chiqib kelgandan keyin nima so'zni o'rgangan bo'lsangiz, nimalar o'rgangan bo'lsangiz, shu narsani sразу ishlatinglar hayotda yoki ustozga gapirib ishlatinglar, yoki ko'chada любой ketayotgan odamga ishlatinglar. Soat nechiligini so'ranglar. Staloviga qanaqa boradi. Mana shunaqa bilsanglar ham so'ranglar. Qo'lingizda soat turgan bo'lsa ham so'ranglar. Вот, yana bitta prям anaqa maslahatlardan Xitoy tilini o'rganish bo'yicha, men sizlarga mana kitob olib o'qinglar, darslarda faol ishtirok deyishim mumkin. No, men beradigan maslahatlar bulardan tashqari maslahat. Ya'ni o'zim uchun o'ylab topgan, o'zim uchun yengil yana qilgan sposoblarim bo'ladi. Bu sposob nima bo'ladi o'zbekchada? Sposob. Tushundinglar shekil. Shunaqa yana bitta sposoblardan bu mana o'tiribsizlar, mana yanjing bu ochki degani. 我喜欢这个眼睛 deysizlar. Menga mana shu ochki yoqadi. 我喜欢戴这个眼镜 deysizlar. Menga mana shu ochkini taqish yoqadi deysizlar. Telefoningizni olasizlar, bunday ko'ryapsizlar-da, chexol ekan. Mana chexol. Chexol nima bo'lar ekan Xitoy tilida deysizlar. Tapet kirdinglar, yozdinglar chexol deb. Yoki ChatGPTdan so'radinglar chexol nima bo'ladi Xitoy tilida. Shoudiki deydi. Shoudiki. Bitta gap tuzib yuboringlar, shu shoudiki bilan nima oq shoudiki, baysida shoudiki deysizlar. Tushunasizlar? Mana shunaqa gaplar tushasizlar-da, har safar ko'zingizga tushadi. Mana shu obyekt, ko'chada kimdir chexolni ko'rasizlar,
o'rtog'inglar chexoli chiroyli bo'ladi-da, gaplashish maqsadida bu ham meni birinchi aytgan narsamni qaytamiz. Uncha anaqang chiroyli deysizlar. Shoujikin chiroyli deysizlar. Farqi chiroyli bo'ladimi, xunuk bo'ladimi? Speakingga oshyapti. Odamlar bilan muloqot qilishinglar sal svobodniyroq bo'ladi. Mana shu narsani yo'qotib olsanglar, o'zingizda qo'rquv va boshqa odamga gapirish, boshqa odamga voy qanaqa gapirib, ustimdan kulib tashlash deydigan narsalarni tezroq yo'qotasizlar. Mana shu alhamdulillah, mana shu korotkий dialoglar bilan. Nima yana? O'zim yana oldin juda ko'p qiladigan ishlarimdan bu anaqa edi. Lekin bu ham foyda bergan. Ko'chada yuribsizlar, prosta shahar aylanmasida o'rtog'inglar bilan boshqa qanaqa yoki hozir kutib turibsizlar yoki ketib birga kiramiz deysizlar-da, любой magazin kirasizlar. Butik, Gucci, Balenciaga, Burberry, vashi farqi yo'q. Shundan kirdinglar, unda aylanmasizlar. Bitta gapni endi kirishdan oldin gap yodlab olasizlar. Mabodo kelib oldinglarga anaqa qiladigan bo'lsa, qarashda yordamlashib yuboraymi deydigan bo'lsa-da, misol uchun. Yo'q, men o'zim ko'rmoqchi edim yoki qilmoqchi edim deysizlar. Birinchidan anu konsultant bilan gaplashyapsiz. Tushunmasizlar uni, tushunmasanglar, men любой gapirgan gapiga anaqa deyverasizlar. Prosta aylangani keldim, prosta ko'rgani kirdim deysizlar. Shundan ko'rib aylanib chiqasizlar. Yozilgan yozuvlarga ahamiyat beringlar, magazinlar ichida bu narsalar ham juda ko'p kerak bo'ladi sizlarga. Skidka 90% qanaqa o'qiladi, rasmga olib yuringlar. Kiyimlar narxiga sразу ko'zingizga tushadi. Shu rasmga olinglar shuni ham. Mana narxi ekan, demak chaptirib turgan narxi bo'lsa kerakdir deysizlar. Nos kopировать qilasizlar. Ketdinglar yana lug'atga, anaqa qilgani shuni qaytargani ichinglarda. Qaytargan deganda hamchi, unda ko'rdinglarda, mana shunaqa bo'lar ekan deyiladi, bo'lib chiqib ketmaydi emas. Screenshot qilib olinglar. Har nimadir magazinga kirganda mana narx bu jag'i bo'ladi. Bu jag'isi mashincha narx turibdi. Shundan magazin kiryapsizlar, keyingi safar uje qanaqadir butiklar emas uje, prosta magazin kiryapsizlar. 3 yuan deb yozilib turibdi bitta kola narxi. Kola olsangiz, bundan ko'rsatasiz anaqaga, sotuvchiga. Jag'i do'shao deysizlar. Do'shao degan nech pul degani. Jag'i degan gap qo'shildi sizlarning leksikoningizga tushunasizlar. Shunaqa qilib slovarning zapasingiz oshib ketadi. So'zni qanchalik ko'p qaytarsanglar, ko'rganda shoujiky, chexol, yanjing, achki deb tursanglar, ma'mitingizda saqlanib qoladi bu narsa. Iloji boricha ko'proq gap tuzishga harakat qiling mana shu narsa bilan. Shunda xitoyliklar prям bo'lib ketadi. Bo'lishi kerak. Asosiy hamma narsani gapirib berib o'tdim. Boyagi temani davom ettirib qo'yadigan bo'lsam, ya'ni Xitoy keldinglar nima bo'ladi qo'nganingizdan keyin? SIM karta olishingiz kerak yoki o'zingizlar o'qishga borasizlar yoki o'qish sizlarni yo odam yuboradi kutib olishga, sizlarni yotoqxonangizga joylaydi. Hamma narsani o'zingizlar sotib olishingiz kerak. Yostiq, prostenya, pododiyalnik bir bolali bo'ladi. Shularni o'zingizlar sotib olasizlar, tayyor to'ylar bunga. Birinchi kun kamida shunda pustoy anaqani ustida unda anaqalarni, popkalarni qo'yib unda uxlaysizlar. Bitta uxlab yotasiz, bo'ldi. Ertasi kuni ertalabdan hamma narsa boshlanadi. Registratsiya masalalaringiz, vizangizni cho'zdirish masalasi. Nima desam bo'ladi yana? Bo'ldi, shu registratsiya anaqalardan qanday maslahat bera olmayman, chunki hamma yoqda deyarli har xil bo'ladi bu narsa. No, anaqalar bo'ladi o'zi. Jiyanji volontyorlar bo'ladi, sizlarga yordam beradi. Volontyor o'zbekcha nima bo'ladi? Volontyor bo'ladi shekilli ham. Yo'q, xullas yordam beruvchi anaqalar bo'ladi. Studentlar bo'ladi, 2-3, 4-kurslar. Sizlarga yordam berishadi shular. Shunaqa qiyin bo'lmaydi, xudo xolisa, qo'rqmanglar. Kim sizlarni haydab chiqara olmaydi. Bitta gap to'g'ri ayta olmasanglar, bor O'zbekistonga demaydi. Mayli, bugun shu qachon bo'lsin, yana qanday savollar vaznika chiqadigan bo'lsa, bemalol menga yozaveringlar. Bunga o'xshash videolar faqatgina o'zimni ketimdan nimadir qolib ketsin. Faqat Humoyun degan ismim, nomim qolib ketmasin, odamlarga qanday foydali narsam teggan bo'lsin, odamlarga nima yetkazib olgan bo'ladi maqsadda shunaqa videolar olaman. Vlog kontentim ko'p yana. Bu yo'q, men faqat vloglar bo'ladi degan. Balkim qanday yana sizlar misol uchun juda ko'p savollar bo'lib ketadigan bo'lsa, kommentda yoki o'zimga ko'p qanday masalada savol yozadigan bo'lsangiz, shu haqida video yuboraman. No, asosiysini sizlarga aytib o'tdim. Hozircha shular. Foydam tegan bo'lsa xursandman. O'qishinglar davom et.